Ha, ha, shunaqa degin. Qiziq bo'ldimi shunaqa bo'lib? Ha, o'shanaqa bo'ldi. Ha, kelgin qishloqqa nima gap? Nima bo'lyapti senda? Hozir qo'yib turing. Ha, nima bo'lyapti? Bu yerga kelgin. Bu yerga keling. Ha. Xo'p, asablarni tinchtirib, mana bu yerga o'tirgin. Xo'p, nima? Gapir endi. Xullas, men bir kun qabrda yotmoqchiman. Protsessiyani videoga tushdi-ku, o'shanaqa qilib men ketdim. Xo'p, anariga borib turgan, o'zim hozir boraman izingni. Xo'p. Xo'p. Ha, qishloqqa nima deydi bu? Bir kun qabrda yotmoqchiman deymi? Nima deyapti? Xo'p. Ko'raylikchi, mana bu yerni ham sindirib ketibdi. Xo'p. Men hozircha videoni boshlab olay. Xo'p. Salom do'stlar, sizlar bilan men Pixeluz do'stlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda bizlar qishloqqa aytyapti, bir kun yotmoqchiman deyapti qabrda. Xo'p, narsalarimizni olib olamiz. Bitta kerak mana bundan. Xo'p, men kreativdaman. Unga qabrni o'zim kreativda nima qilib beraman, qazib beraman do'stlar. Xo'p, mana bu yerda qayerdan qazisam ekan? Ha, mana bu yerdan qochiq qishloqqa. Xo'p, mana bu yerdan qaziymiz do'stlar. Do'stlar, qazuvchi kanalga obuna bo'lib, like bosib ketsanglar zo'r bo'lardi. Xo'p, mana bu yerdan uni ham olib tashlaymiz. Xo'p, mana bu yerdan qaziymiz do'stlar. Qishloqqa siyishi uchun mana bu yerni ham pastga tushadigan qilib qaziymiz. Zo'r bo'ladi do'stlar. Ochiq qilib qaziymiz, bo'lmasam qishloqqa yetmay qolishi mumkin. Shuningdek, menda modlar ham bor. Modlar bilan mana bu yerni bezab tashlaymiz hozir. Tak, mana bu yerni ham buzamiz. Yetmay qolishi mumkin do'stlar. Shuningdek, kanalga obuna bo'linglar. Tak, mana bu yerni ham olamiz buzib. Tak, mana bu yerni do'stlar, buni mod bilan buzib tashlasang bo'ladi-ku desanglar, bu mod nima, mana bularni o'zim qo'lda buzganim yaxshi mod bilan qiyshiq ketishi mumkin do'stlar. Xo'p, kreativdan menga yog'och kerak. Shuningdek, yog'och olamiz do'stlar. Yog'ochni olamiz hozir. Mana bu yerdan mana bo'ldi. Xo'p, mana uni bosamiz, olamiz. Tak. Mana bu yerni sakramiz. 1 2 3. Ana do'stlar, qo'yildi. Endi mana bu yerni ham quramiz. Bu yerga ekan. Mana bu yerni ham qurib yuboramiz. Xo'p. Endi devorga nima? O'shani qilamiz, garochi. Mana buni qilamiz. Mana buni ham tepasini yopmaymiz do'stlar. Shuningdek, yerdan havo kelib turishi uchun mana bu yerni ham yopamiz. Mana do'stlar, zo'r bo'ldi. Tepasini yopmaymiz. Tepasini yopsak, mana bunaqa bir blok bo'lib qoldi. Shuningdek, pastga qaziy olmaymiz. Hozirda kreativdan men modlarimni olaman. Xo'p, mana buni birinchi qo'yib olamiz do'stlar. Qo'yamiz. Hozir normalga qo'yib olamiz. Mana qo'yamiz. Ichiga hozir mana bularni qo'yamiz. Tak, go'sht qo'yamiz. 5 ta go'sht bor menda. Go'shtni qo'yamiz. Sasigan nima go'sht qo'yamiz, zombini go'shti. Sasib turishi uchun. Shuningdek, mana bu yerni hozir mod bilan bezab tashlaymiz. Menda furnitura modi bor do'stlar. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Tak, mana bu yerga tualet qo'yamiz. Unitaz degani do'stlar bu. Xo'p, mana bu yerni ham yopamiz. Tak, mana unitaz qo'yildi. Xo'p, bu yerda stul olamiz, o'tiradigan. Endi mana bu yerga qo'yamiz. Mana. Endi do'stlar, bu yerdan tak, mana yotoq xonasini olaylik. Yotog'ini sariq yotoqxona deymi, nima? O'shanaqa olamiz. Tak, mana bu yerni polni ishlash kerak hozir. Xo'p, mana bu yerlarni ham buzamiz do'stlar. Shuningdek, mana polini buzamiz. Qo'yilmayapti, ko'rdingizmi do'stlar? Xo'p, mana bunaqa qilsam qo'yiladi polga. Mana buni ham olib tashlaymiz mod bilan. Yo'q, mod bilan emas, o'zimiz qo'limiz bilan olib tashlaymiz. 4 ta blok ekan. Xo'p, mana bu yerni ham qo'yamiz. Xo'p, mana buni bosib tashlab, buni yerga qo'yamiz. Endi mana bu yerni yopib tashlaymiz do'stlar. Mana. Zo'r bo'ldi. Endi qishloq chaqirish kerak do'stlar. Hozircha boramiz. Qishloqni chaqirib kelishimiz kerak. Qishloqqa bu yoqqa kel. Qishloqqa. Ha, mana kelyapti do'stlar. Ha, mana shu yerga yotasan hozir. Xo'p, mana bu yergami? Hozircha men bir kun yashayman. Hozir qorong'i bo'ldi. Ertaga ozoda yoki obedda yotib chiqaman. Xo'p, xayr. Xo'p. Xo'p do'stlar, mana bu yerlarni yopib tashlaymiz do'stlar. Xo'p, mana
joylarini ham yopamiz. Mana bunaqa qilib hammasini yopib chiqamiz. Ustiga mana bunaqa to'rt burchak qilib qo'yib chiqamiz do'stlar. Zo'r chiqdi mana. Endi borib men ham uxlashim kerak do'stlar. Xo'p, mana kirib uxlaymiz. Eshikni yopib qo'yamiz. Xo'p, uxlaymiz do'stlar, bizlar ham. Takpona yerga yetamiz. Hammamiz ketdik. Televizorda ham qiziq yo'q do'stlar. Nima qilsam ekan? Do'stlar. Do'stlar aytmoqchi qabrda. Qishloqi o'lib qolmagan bo'lsin-da do'stlar. Qishloq o'lib qolmagan bo'lsin-da. O'lib qolsa mening mo'ydimga tushadi. Xo'p, ko'ramiz do'stlar. O'lib qolmagan bo'lsin-da. Qishloqqa bormisan? Qishloqqa ovozingni ber. Ko'rmayapti. Qishloqqa ovozingni chiqara qolgin. Xo'p, o'zimiz qazib ko'rmasak bo'lmaydi do'stlar. Xo'p, bormikan, yo'qmikan ko'ramiz. Ichini. Mana bor ekan-ku, tiqilib qolibdi bechora. Qo'rqitib yubordimmi? Hali nimaga qo'rqmaysan? Chiqa qolgin tez. Hozir mana biz boray. Tiqilib qolibsan bechora. Chiqqin, sen yutding. 24 soat bo'ldi, bir kun bo'ldi chiqqin. Xo'p, mana bu yerni ham buzib beraymi? Bo'ldi chiqqin. Yutding, odamni qo'rqitib. Do'stlar, men yutdim. Kanalga obuna bo'linglar endi. Like bosib ketinglar videoga. Xo'p do'stlar, rostdan ham aytyapti, kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar do'stlar. Xo'p, endi videoni tugatishimiz kerak do'stlar. Xo'p do'stlar, sizlar bilan bo'lgan men Pixel do'stlar. Bunga video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar.